Assalomu alaykum Samin aka. Alaykum assalom. Samin aka, sizni yaxshi bilamiz. Shu mahallada Xalmenda necha yil oshpaz bo'lib yurgansiz. Hozir endi do'stlar bilan, tengtushlar bilan o'tirib qolganda osh qilishga to'g'ri kelib qoladi-da, shu oshni boshdan oyoq bir 10 ta deylik, 10 ta do'stlarga loyiq oshni qanday qilish kerak, nima qilish kerak, boshidan bir yaxshi so'ylab bering, sizdan bir esdalik. 10 kishi agar normal yeydigan bo'lsa, bitta odam 200 gram guruchga to'yadi. O'shanda bir kilo 200 bo'ladimi? 10 kishiga qancha bo'ladi? 200 gramdan bo'ladi. 1 kilo bo'ladimi? Yo'q, 2 kilo bo'ladi. 2 kilo. Uni birinchi qozonni yuvib, tozalab, mehr soladi. Orqasidan qo'y yog'ini to'rg'ab, sekin eritasiz. Qizartirib. Qo'y yog'ini olgandan keyin Dumbani olgandan keyin birinchi bitta pomidor bilan piyoz tashlaysiz. Piyozni qizartirib, pomidorni qizartirib pishirasiz. Chesnok bo'lsa chesnokni tashlaysiz o'sha yerga. To'rg'ab tashlaysiz chesnokni. Bir ikkita bo'lagini. Undan ko'proq bitta bo'lgan bo'laveradi. Nima? Boshqasiga. Keyin qizargandan keyin sozini tashlaysiz. Sozi albatta sariq so'zi bo'lishi kerak oshga. Sozini bir changal tashlaysiz o'shanga. Uni ham qo'g'irasiz. Qo'g'irganingizdan keyin u ham sarg'ayadimi? Ustidan nima tashlaysiz? Go'sht tashlaysiz. Nimaga uni deyapsansiz? Bir xil odamlar go'sht tashlaveradi birinchi. Go'sht qatib qoladi. Qatgandan qo'g'irib qo'yadi-da. Go'shtning mazasi ichida qolib ketadi, men qaynagan deb chiqmaydi tashqariga. O'shaning uchun go'shtni tashlaganingizdan keyin bir kimatiga qaba ko'raganingizdan keyin go'sht seli chiqadi. Seli degani suv chiqadi. Shunda qo'rilmaydi-yu, suv chiqqani bilan sirada qo'ygan so'zini tashlab, piyoz nima tashlaysiz? So'zini. Qo'ygan so'zini. Qo'ygan so'zini. Suv qo'yib qo'yasiz. Eng kamida 1 soat, 1,5 soat qaynash kerak, dimlab. O'tni past qiladi. O'shanda go'sht rosa ta'mi beraveradi. Zirani ham tashlaysiz. Zirani oldin tashlaysiz ham bo'laveradi, piyoz bilan. U qo'g'rilib ketmaydi. So'zi bilan birga degani. Guruchni qaynoq suvga o'tadi. Nimaga siz qaynoq suvda qo'lingizni yuvsangiz, sovunlab tez ketadimi? Sovuq suvda yuvsangiz tez ketadi. Qaynoq suv tez ketadi-da. Guruch ham shunaqa. Qaynoq suvga o'tasiz, qaynoq suvda yuvasiz, 3 marta yuvasiz. Sekin o't ko'tarasiz. Suv turadi. O't ko'targaningizda nima bo'ladi? Qaynab turadi. Qaynayotgan joyiga tashlaysiz so'zini. Guruchni. Shu guruch o'tirib qolmasin. Ligi uchun. Qarab turib, suvni shunga qarab quyasiz. Qaynoq suvda qaynoq suv quyasiz. Uni sekin qaynatadi o'shanda ham. O'zimda mana shu bir bo'g'im deyiladi. Guruchni ko'tarishiga qarab turib. Yarim soat damlaysiz, yarim soat. Mayiz bo'lsa mayiz tashlaysiz. Dimlab qo'yish kerak. Dimlab qo'yasiz. Oshni mazasi choyxona osh o'shanda bo'ladi. O'shani ichida qoladi. Endi oshni yuzayotganda o'tini totmayman ham. Oxirigacha turaveradi. Sil qilib qolsa, tayyorlash harakat qilib qolsa, bilib qolsangiz. Qovurishganimda tegmaydi. Agar chisillab qolsa, bir yarim pira qaynoq suvda chekkasiga qo'yib yuboradi. Hali qolib qolgan chekkasidan. Qolib yopgandan keyin. Endi ostimni keyin olib, demak ko'tarib, orqaga urganida qirqib beradi. Solish ham oson. Sho'laga o'xshatib, bunaqa to'g'rilamaysiz-da. Mana shu bilishgan uchun pastga ham borsam, u Hasan ushlashib qo'yadi, stolga qo'yishadi, siz qiling deydi. Oxirigacha yeyadi-da. Juda yaxshi-da. Endi hozirda ko'proq bir qatmi-satmi uyda bir to'yosh bo'lib qolsa-chi? To'ydoshini ham aytib bering endi. To'ydoshi sopakimi? Mana endi shu o'zi biz endi qirg'izlarda sopakini qilovi
Borib yurasiz oshnalaringizni. To'g'ri qilasizda. U ham o'shanaqa. Sopagini. Sopak. Yo'q. To'y oshi. 30 kiloni aytaversin. Ha. O'sha kichkina 20 kilo, 30 kilodan deydimi? Ha. O'shani ham shu hozir nimani aytgan bo'lsam, shunday qilasiz. Boshida. Ha. Bo'laveradi. Unga ko'proq suv ketadi. Ammo eng gilamisi nima desa, yurishni yuvishda gap. Yurishda etakka solib ham yuvadi unda. Top-toza bo'lish kerak-da, yopiqib olib qoladi unda. Oriqdalar yuvib keling. Ha? Oriqdalar yuvib kelishadi. Arada yuvib kelsa ham o'zingiz qaynoq suv qilib qo'yasiz. Maktabda to'ylarda turganda 200 litr nimaga qozonga 200 litr suvni qaynatib qo'yardi. Olib kelib yo'q qilib berib oshga tashlayman dedi, to'xta deyman. Maqaga deyman. Hani o'g'irdan olib endi to'kaman. Ishqara deyman, ishqaraydi. Oq tushyaptimi? Yana ushlabdir deyman. To'plab turib makam joyda yana bitta qo'yaman. Agar toza bo'lmasa 3 marta 3 ta qo'yaman. Endi olib borib, sirqitib tog'origa solaman. Shunaqa yuvaman-da. Sababi kir ketish kerak. Kir ketgandan keyin oshni orqasiga urganingizda tarqalab ketadi. Donador bo'ladi. Qo'lingizda turmaydi osh, yimillab turadi. O'shacha men qildirishim. Ko'p to'ylarda osh endi ko'pchilikda-da oppoq bo'lib qolishi nimadan u? Oppoq qolishi ular nima solmaydi? Samat. Tamatni pastda aylana bor. Bitta bezimizda yo'q. Ha. O'sha aylana hozir mana magazinda borib ochgan yo'q, ko'tarishda o'sha o'rin chiqib foyda qilishdi. Sal qizarib turish uchun tomatni pastga solsa yaxshi. Tomatni pastda aylana deyapman. U aylanani bunday haligi nonga bilan ani bolalar ham yuradi. Qamiz o'z belochida mazotgan bor ekan. Belochdan chiqadi, atborni vish sort qiladi. Unda po'cha-mo'cha bo'lmaydi. Shunday qilsa sumalaydi chiqaveradi. Qamiz o'rda uni. Xo'p, rahmat sizga. Saqlanib qo'ying. Saqlanib bo'ldi.